edep ahlaksız bir narsa öğrenigili bolmaydı. Her bir işninki edep ahlakı buludu. O edep ahlakı bilen öğrenilmegen iş menfaat kılmaydı. Müslüman ne? İzzetlik buluşka, hürmetlik buluşka, başkalarının aldığında tiz bitmezlikке ündeydiğen bir ahlak. Çat elde dini ilim öğrenişkimi, fenni bilim erişkimi toluk şarayit var, imkaniyetler var. Şunu fennilam öğrensem buludu, din bilen yemişim emes. Dinni bilsem, Kur'an yadlısam, Roz Ramazan'ı ada kılsam, Müslümançılık burcumunu ötsem buldu. Fen bilen yemişim emes. Hemmini imkaniyetimizden berice tırış öğreneydi. Her bir Uygur perzenti özünün yaşayan devletler, özününki bir kişilik şu yerdeki vatandaşlık burcunu ada kılış bilen birge, bu yerge sınıf ketmezsin. Toğra biz yerleşişimiz gerek ama yüzümüzün kimliğimizni çokum saklap kalışımız gerek. Mağla hoş gelipsizler. Bugün Avrupa Şarkı Türkistanlık yaş ösmürlerininki tuncu qatımlıq dalı faaliyetin bu yerde ötküzüş aldı turupdumuz. Bu faaliyetimizden tuncu leksiyerimizden temisi Müslümanların ahlakı. Leksiye sözlüğüçü Abdullah Köker Ustaz. Qanisekning merhamet. Assalamu alaikum hürmetlik akıla, ukula, hadiler, singiller. Cemiyet birleşip yaşlarını terbiyeleş için uğurlaştırılgan bu dalı sayahatige, dalı kampüsüge hoş geldinler. Allah ushbu qadiminglar üçün kıyamet günü hiç narsa es qatmaydigan kunda hasilab ecr ata qilsin. Bu faaliyetten hemmimiz faydalanğılı, yaxshi işlarni qilishga vasita bo'g'ili nasib qilsin. Asli Muşu tuncu leksiyani, tuncu sözünü biri çoğun hanım ustazlığa, çoğun ustazlığa menden yukarı peşqadamligi beriş gerekti. Ama hemenler bilisizler, şutninki tüpüdün çıkımız mı ya ki astıdın çıkımız mı? Astı birinci baldıqıdın çıkımız mı? Mektep terbiyesi mi adette başlangıç mektep, o'rta mektep, inandan keyin oliy mektep, üniversite dersi keladi. Shuningga o'xshash men hozir boshlamchi bo'lib, boshlang'ich sifatida sizlarga islomdagi adab, axloq to'g'riliq so'zlab beraman. Anandan keyin bu xonimlar, ustozlar adab, axloqda yetishgan aqasonga o'xshash go'zal bolalarga so'zlaydi. Chunki adab, axloqsiz bir narsa o'rganigili bo'lmaydi. Her bir işninki edep ahlakı buludu. O edep ahlakı bilen öğrenilmegen iş menfaat kılmaydı. Bereket olmaydı o işte ahlaksızlık bilen başlangan ders ya ki ahlaksızlık bilen başlangan her kandak öğrenilgen leksiya ya ki ders olsun. Şunu bugün birinci dersini ahlak bilen başlayalım. Onda koysan ben bu dersini Saudi Arabistan'ınki muftisi Usaymin Hazretleri'ninki Güzel Ahlaklar namlı kitabı, İbn Teymiye Hazretleri'ninki Güzel Ahlaklar degan kitabı, şundaqla Şivisiye din ve medeniyet bilimleri degan temada bazı profesörlerinki ahlak hakkında e'tiqodlaridan örnek elip kısa bir ders hazırladım. Bu derske birlikte kireyli. Bismillahirrahmanirrahim. Edep, ahlak. Hem de edep diye vaktimizde ahlak birlik keladi. Bazılar şu edep bilen ahlaknınki farkı var. Edep farkını ayırganlar bulaptı ama bizdeki bu neyliki kesbi tadqiqat elib bormagandan keyin edep, ahlak ikisi bir-birini tuluqlaydigan yoki bir-birini tafsir qiladigan, tushundiradigan so'z ahlak, edep deganni bilamiz. Hem de ahlak deganni shirsimizda tushundiribdi. Yani insan adette topluşup yaşaydigan fizyologik cihetten hemimizin quluqimiz ikki, ko'zimiz ikki, qo'limiz ikki, putumuz ikki. Fizyologik cihetten bir-birimizga o'xshaymiz. Ama ideologiya cihetten, ahlak tefekkür cihetten, e'tiqod cihetten bir-birimizga o'xshaymizmi? Her bir insan ayrım bir dünya.
Her bir cemiyet ayrım bir dünya, her bir devlet ayrım bir dünya. Her bir adamın özgü has fikri oldu, özgü has itikadı oldu. Her bir cemiyetinin özgü has edep ahlak prensipleri oldu. Mesela bir cemiyette edepsizlik, ahlaksızlık dep sanalgan iş, yani bir cemiyette hiç kandak iş emas. Mesela Afganistanlıklarınki nazarda nası çıkış eyip emas. Şudak mı? Mesela Şivisiye'de bunun tahminen 70-80 yıllar ilgiri kızlarının toy kılmay, iğirkat buluşu, evlat yüzü görüşü eyip salınattı. Ama hazır o işler Şivisiye cemiyetinde eyip buyurulmaydıgan bir iş qayınlıp kalırlık. Şunun okşaş bu ahlak hukumi, ahlak ölçümü bulapmı? Bir cemiyette üzgürüp durduğun bir ahval ama İslam dinimizde ahlak ölçümü her gün zamanğa bekip, makanğa bekip, ademge bekip, menfaatge bekip üzgürmeydi ahlak ölçümü. Bu şunda bir xil muqim nemige ege. Hem de bay dep ötkendek hemme adam psikologiya cihetten o'xshash emas, fiziologiya jihatdan o'xshash. Unda bo'lgandan psikologiya jihatdan o'xshash bo'lmagandan bu masalan Xudoga ishonadigan odamlarga nisbatan Qur'onda deyilgan, hadisda deyilgan bir qonunni desa hammadan bo'ysunadi, shundaqmi? Ammo Qur'onni tunimaydigan, hadisni tunimaydigan yoki bir qonunni tunimaydigan odamlar uchun inson to'plashib yashagandan keyin bir qonun barpo qilishga to'g'ri keldi. Shunga o'xshash, shunga binoan masalan Shvetsiyaning o'ziga xos qonuni bor. İslam devletlerinde dindin sırt yasalma kanunları var. Yani bu digerlik mesela kanunda doğru dep qaralgan iş, bazı işler ahlak ölçümünden doğurmadısı yok. Mesela Şivisiye'de 18 yaşga kirgende at uyun taşlap, atanısını taşlap çıkıp kesip bular verdikken kanunu yol koyuyorsun ama lekin Uygur'un edep ahlakıda biz 18 yaş kirgen vaqtda Şivis balladek anımızda, dadımızda taşlap koyup çıkıp kessek bulamdı. Kanun yolu koysun ama bizninki edep ahlak ölçümümüzge bu kaydı usullarımızga bu uygun kelmeydi. Demek kanunda doğru deyilgen işinin hemmesi doğru olup ketmeydi. Kanunda hata deyilgen işinin hemmesi hata olup ketmeydi. Ahlakta doğru dep qaralgan iş, kanunda doğru olup ketişi natayın, kanunga kelişi natayın. Şoň ahlak bilen kanun degen ikisi ayrım bir mesele. Kanunni hürmetleş bilen birge ahlak neyine? Nazardan sakıt kılışqa asla bolmaydı. Yani kanunda bakan o depla qilib etkilolmaydı bazı işini. Biz kanunni hürmetleş bilen birge Müslüman boğalığımız için itikadımızın asası olan Kur'an, hadis ve şu Kur'an hadisinin ruhi bilen şekillengen kaydı tüzüm, kaydı yusun, ürpü adet, medeniyetimiz mi? Bu nazardan sakıt kılınsı bulmaydıgan bir ahval. Hem de Müslümanların edep, ahlak, mizani ve doğru hata karışı. Hadi biz bayağı Şivistçe nemizde hem de ahlak degen nemeden ibaret deyse Şivistçisi okugan sizler ahlak degen bir nersinin hata yoki to'g'riliğini ayırıp beradigan bir mizan yoki ölçem dedik shundaqmi? Ahlak degen. Mesela falanca ishni qilish, ota-onasiga haqorat qilish hata yoki cho'nglarga mesela abduzda ketayotgan bo'lsa, cho'nglar urdirib qolgan bo'lsa, yoshda qo'pab berish, o'rni bo'shtib berish. Bu ahlak nazariyasidan to'g'ri ish. Ama qo'pab bermaslik qonunda alayda Shvetsiyada belgilab qo'yganlar abduzniki qerlar o'ltiradigan ayrim yeri bor shundaqmi? Ammo qerlar o'ltiradigan yer to'shab ketganda sana belgilangan yerlar tugab ketdi. Endi men yoshlarning o'ltiradigan yerimni o'ltirib bersanglar bo'lamda? Qonunda ashta belgilab qo'ygan ekan. Yo'q, sizlarda axloq bor. Bu yer kelganda sizning insoninglar, sizning axloqinglar hukmronlik qildi sizga. Yani kanun insanınki hem işine alışıp hem işini redlep bulanmaydı. Demek ahlakның insanını tizgirleşte, insanның yürüş duruşunu red selişte ahlakның rolü bazı vakitte kanununkinden güçlük. Mesela kanunda oğurluk kılış çeklengen şutakma.
qonunda o'g'irlik qilish cheklangan. Ammo o'g'irlik qilsa birsa, saqchi ko'misa, keyin iz qo'g'lab topolmasa, bir jazo kelamda uningga? Yo'q. Ammo ilohga ishonadigan, mayli u musulmon bo'lsin, mayli u xristian bo'lsin, mayli yahudi bo'lsin, bir dinga ishonadigan birsi saqchi ba vaqtda yoki kamera qo'yilgan yoki kamera qo'yilmagan oshkora va yushin holatda o'g'irlik qilamdi u. Qilmaydi, nimadan qo'rqaydi? Allohdan qo'rqaydi. Uni Allohga ishonishdan iborat bo'lgan axloqiy fazilati saqchi qonun kontrol qilinmagan yurgini axloqiy e'tiqodi uni qo'rib qolalaydi. Demak, dinning axloqninki roli ba'zi vaqtda qonunning saqchining kuchidan yuqori. Hamda hammangizga bilisizlar, masalan, Shvetsiya xristian dini shunday demokratik davlat deyli. Masalan, chirkovning qamalligidan chiqib ketganda Shvetsiyaning qonuniy tuzumlari 70-yillar chiqib ketib ekan masalan. Ayollar huquqi, dinga ishonmaslik huquqi degandek hozir parlamentda Injilda munda deb ekan yoki Qur'onda munda deb ekan deb qonun chiqarilamda? Yo'q. Shvetsiya uchuq davlat hech qanday bir dinninki qonunni yoki belgilamasini qonunni siyosat nimasiga so'rab kirmaydi. Lekin Shvetsiyaning bayrog'ini qasini ko'rib baqding shundami? Bayroq dedim ba? Kirisba. Bu nima deganlik? Bu davlatning dini xristianlik. Demak, bu davlatningki ideya qurilmasida, e'tiqodiy qurilmasida davlat dini xristian dini bo'lganligi uchun dinning vositalik ta'siri albatta bor. Unda bo'lgan ekan, Shvets jamiyatida dinga ishonmaydiganlar bo'lsin, dinga ishonadiganlar bo'lsin, ko'pincha holatda haqni axloq o'lchmasida, haqni o'lchash, to'g'ri xatoni o'lchashda nimani asos qiladi? Injilni asos qiladi. Ammo biz musulmonlarning axloqida, masalan, axloq nazariyasida bir narsani to'g'ri deyish uchun, bir narsani xato deyish uchun bizning mezonimiz nima? Qur'oni Karim. Masalan, yana bir narsa ism kelib qilib bu yerga olib qo'ydim. Masalan, biz vatanda to'g'ri degan belgi uchun qonun qo'yamiz. Buni qo'yamiz shundaqmi? Ha? Bu to'g'ri degan gap vatanda. Mavju xato degan gap. Ammo Shvetsiyada qanday? Dalakscha. Bu to'g'ri, bu xato. İmtihon qog'ozi bu yozilsa xato chiqadi, mana yozilsa to'g'ri chiqadi. Bir narsaga nima qilsa kirissa elqi belgi qo'yang desa, mushuni chuqum qo'yish kerak shuni, to'g'ri degan gap mushu. Ammo bizning vatanimizda bu to'g'ri. Demak, bu to'g'ri xato ne belgilash uchun nima kerak deganda elqi o'lcham. Nimani o'lcham qilamiz? Xristianlar Injilni yoki o'zininki shu Injilning ta'siridan olgan madaniyatini o'lcham qiladi. Kommunistlarcha dinga, Bibliyaga, Injilga ishonmaydi, Qur'onga ishonmaydi. Ular nimani o'lcham qiladi? Masalan, Qur'ondan bir oyat deb beray. Afarayta man ittaxaza ilahahu hawa. Dinga ishonmaydiganlar qani nimani o'lcham qiladi? To'g'ri xatoni o'lchash uchun deganda ular o'zining havoyi havasini o'ziga iloh qilgan. Kommunizmni shunga o'sha din tadqiqot o'rinlarida kommunizmni xudosiz din deydi. Xudo nazariyasi yo'q, e'tiqod nazariyasi yo'q, ammo u din. Bütün felsefi javoblarni iqtisodga bog'lab tushuntiradigan. Odam nimadan paydo bo'lgan desa, masalan, ular nima deb tushuntirdi desa, odam emgakka ehtiyoji bo'lib, ya'ni iqtisodga bog'laydi. Ayol nima uchun erga itoat qilishi kerak desa, pul erning yanchig'ida, xarj qilib berganligi uchun ayollar uning g'ayliqi tabiiy bo'ysundigan shakllangan. Bu iqtisod. Da bunu şu iqtisod bilan tafsir qila oladi. Demak, dunyoda bu mavjud bo'lgan bütün hadisatlarni o'sha iqtisodga, taraqqiyotga bog'lab tushuntirib beradi. Bu
kommunizmninki şeylarga tafsir qilish uslubi. Ama bizcho yiqilib tushsak Allah'tan shundaqmi? Qopsaq Allah'tan. Yaşadık Allah'tan, ölüşümüz canlı kim oldu? Allah'tan. Hemmini Allah'a, Allah'ın kudretine bağlap düşünemiz. Biz Allah'ın ilah kılgan özümüzge. Ama komünistler özünki havayı hevesini özgü ilah kılgan, doğru hatanı ölçeşte olan özünki havayı hevesine ölçem kılıdı. Mesela 6 Xitay, rehberi Xitay'ın 6'sı botolkını yülep koyup bir yerde oturup, mani hata deyilirse, eti hata olap çıkıdı. Mani doğru deyilirse, o doğru olap çıkıdı. Şoň Xitayning siyasatına qarap baksaňlar, yılığı 10 qetim, devirgi 10 qetim almışydy. Keyinkiler çokum burunqilaryny tanqid qiladi. O yaxshi qilmagan dep. Ama çoňlar bilesizler mesela Deng Xiaopingni tanqid qilgan zamanlar boldy. Inandan keyin Xoyabangni ilaqi tanqid qilganlar nima boldy? 5 kişilik guruh şu vaqt o'zi qo'zg'agan harakat, kommunistlar o'zi qo'zg'agan harakat, lekin keyin o'zi tanqid qildi. Agar xato bo'lsa, nima uchun sodir qilding sen uni? Nima uchun yine bu ideologiyada menga verirse hataligini biladi, o'zining havoyi havasiga agashganligini biladi, uning asosiy ilmiy asosi yo'qligini biladi. Shunda bilib tursa-mu, ular ilohga ehtiyoji bor. Lekin buyun tavliq qilib ilohning mavjudligini bilib tursa-mu, lekin o'zining havoyi havasini iloh e'tiqodininki ilohga bo'lgan tashnaligini özünün havayı hevesinden kandırıp gelgen bir xalq. Hem de bu Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'ne ahlakta bir nesli doğru deş üçün, hata deş üçün mizan kılıdı dep sözlük şudaqma. Öz vaxtıdan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki peygamberlerin imamı. Mirajga chiqqan vaqtda bütün peygamberlerge imam bo'lgan. Ahlakta tunji insaniyet tarixida ahlakta en birinci derecelik ahlaklı kişi dep inneke la ala hulqin azim. Sen hakikaten güzel ahlaklık sen dep Hazreti Resul Cenab-ı Allah tarafından Allah'dan nam verilgen şahs Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aşında şahs bolganlyk üçün onun sahabeleri var. Hazreti Resulullah'ın ahlakı qanday bolýardy? Biz şunu örnek elip şuningdek bir ahlaklı bolsak bolady dep öz vaqtdagi sahabeler Hazreti Resulullah'nınki ayali Ayşe anamızdan qaşqı bar eken. Hazreti Resulullah'ın gündelik turmuşdaki, yürüş duruşdaki, fikir qilishdiki axloqini deb basidir. Deb so'rgan vaqtda Hazreti Ayşe anamiz qalat kana xuluquhul Qur'an. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi sizlarning peygamberinglar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ninki axloqi Qur'on bilan zich bog'langan munosabatlik. Ya'ni Qur'onning ruhini o'zining hayotiga tatbiqlagan va Qur'onning ruhini o'zining hayotiga tatbiqlashni boshqalarga o'rgatishda ulgu bo'lgan. Deb qisqa qilib javob bergan. Demak, bizningki axloqdagi to'g'ri xatoni o'lchash mezonimiz Qur'on. Mana bu Qur'on bilan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem axloqlangan, ya'ni Qur'onninki axloqiy ruhini o'zining hayotiga tatbiqlagan mükemmel holatda va tatbiqlashni boshqa sahobalarga o'zi boshlamchi bo'lib o'rgatgan birdan bir shaxs. Endi bayda 5 deb o'tdik. Axloq o'lchami yıldan yılga zamanning o'tishi bilan, makonning o'tishi bilan bir yerga almashib turdi, ama islomda almashmaydi. Buningki o'lchami sabit dedik. Onun bir misali berib o'tdik. Bundan taxminan 70 yillar ilgari Shvetsiya jamiyatida qizlarning nikahlanmay turib qo'saq ko'tarishi, adab axloq qoidasini buzganlik bo'ladi. Ammo hozir undaq emas. Qonun jihatdan qo'g'daydi. Axloqiy jihatdan bir kimsan ilqi to'y qilmay turib ya 18 yoshga to'shmay turib qo'saq ko'tarib qo'yapsa, desa diskriminatsiya deymizmi? Chetga qoqqan kişilik hukuku tecavüz qilgan deb uni davası qilib bergan 50 ga dem chiqadi.
Qonun qo'g'daydi bu hozirgi bu shundaq burun 70 yil ilgari axloqsizlik deb qaralgan bir ish hozir qonunning qo'g'dishiga erishgan bir ahvol bo'lib qoldi. Endi qonun qo'g'daydi deb biz musulmonlar buni qilmizmi? Yo'q. Endi bu axloq nazariyasi masalan o'sha dinlarninki hammasi dinlarning simvoli ekan, endi shu oy bilan yulduz. Qaysilar yulduz degan onlar? Ha. Oy bilan yulduz o'sha islomga belgi bo'lib qolganlik o'zingni bilasiz, bizning bayrog'imizda oy yulduz bor. Bu nima deganlik? Sharqi Turkiston xalqi musulmon deganlikni bildiradi. To'g'rimi? Baydab o'tgandek Shvetsiyaning bayrog'ida kirist bo'lganligi bu xristian davlati deganni bildirdi. Bizning bayrog'imizda oy yulduzning borligi bizning musulmonligimizni bildirdi. Bu to'g'riliqni bir ayrim leksiya bor bayroq haqida. Uni nima bo'lsa, fursat bo'lsa 3-kunlari so'zlab o'tamiz. Ammo bilib olishga tegishli ish bizningki bayrog'imizda 1933-yili Sabitdan Mollam rahmatulloh Sharqi Turkiston Islom Cumhuriyetini qurganligi uchun bu bayroqqa shu oy yulduzni kirgizib, rangini osmon rangda ko'k bo'yab bizga miros qoldirgan. Bu bizningki nimizga musulmonligimizga dalolat qildi. Qolganlari shu boshqa yahudizm degandek nurg'un dinlarga, masalan, konfutsiyizm deymiz, Xitoydagi dinlar. Endi mushundaq bir xil nima? Endi hamma dinda axloq o'lchimi ayrim. Yani to'g'ri xatoni o'lchaydigan axloq o'lchimi ayrim-ayrim, farqli bir-biridan. Bu bir ajablanarli ish emas. Hamma din o'ziga xos bir e'tiqodi bo'lganligi uchun, o'ziga xos bir yashash prinsipi bo'lganligi uchun, o'ziga xos uningki bir ideologiyalik asosi bo'lganligi, falsafasi bo'lganligi uchun shunga qarab bir narsani xato deb belgilagan, bir narsani to'g'ri deb belgilagan. Ammo islom dinidagi axloq o'lchimi insonning tabiatiga mos. Yani İslam mesela o'g'irlik qilishni haram dedi, shundaqmi? Qiyirlarga hurmatsizlik qilishni axloqsizlik deb qaradi. Mesela hadisda "Man lam yuwaqqir kabirana va lam tarham sagirana." Cho'nglarni hurmatlamagan, kichiklarga mehr shafqat qilib, kichiklarni g'amxo'rlik qilib asramaganlar bizdan emas degan Hazrat Rasululloh. Kichik bolalarning huquqini, qiyirlarning huquqini alayda qalamda yozib dunyo tunishdan 1400 yil ilgari islom dini sizlar kichiklarning, o'smirlarning haqqinglarni berib bo'lgan islom dini. Cho'nglarni hurmatlashdan iborat cho'nglarning haqqini berib bo'lgan tehi Yevropadagi taraqqiy qilgan davlatda cho'nglarga sanatoriya echish, abduzga ayrim xususiyatli o'rindiqlarni berish ishlarda endi o'yinib beqib musulmonlar dinida mındaq bir güzel axloqlar barken biz mushuni ijro qilib baqsaq bulamdı, bo'lmamdi deb qilayotgan ahvollar. Mushu temaga munosabatlik yana bir isim kelyapti. Biz bu yil 3-oyda imomlik tarbiyalash kursi qatnashdik Shvetsiyada kineshga imomlik kineshkisi edish uchun. Shuningda Uppsala universitetining bir professori keldi. Bu professor islamologiya İslam metodologiyasida, İslam qonunshunaslikda professor bo'lgan ekan, eritriyalik. Bu odam Uppsala universitetida hozir islomdagi miros qonunini Shvetsiyada qonun sifatida e'tirof qilib bulamdi yo'q. Chunki bu miros masalasi hozir Shvetsiyadagi miros masalasi 70-yillardan ilgari ayollar miros olmaydi ekan. Asımın ayeti kem miqdarda aldıkken toq. Ama hazır ayollarning aldıgan mirası erlerninkidan yuqori. Yani adalatsizlik. Hazır qarab baq, burun ayollarni uydan chiqarib etadigan ahvollar bek ko'pga Shvetsiyada urib tillab. Hazır Shvetsiyada en ko'p ish nima ekan desa, ayollar erlerini haydab chiqarib etadigan. Yani tamaq etib berish,
uy supurish, kirqat yuyish, bir erning hudisdan chiqishida ta'sir kelsa, shundaqlam erni chiqarib etsa, ilqi bilishadigan narsa yoki meros degandek narsa jiq qolganligi uchun, bu ahvollar bo'lganligi uchun bular hozir Uppsala universitetida islomdagi meros qonunini Shvetsiya qonuniga tatbiqlab elishga bulamdi yo'q degan tadqiqotni qilib etibdi masalan. Shuni tadqiq qilishga boshlabdi. Demak, dunyodagi har qanday bir qonun mukammallikka ega emas. U faqat tajribadan iborat. Bir necha yil ijro qilib boqadi, agar uningdan salbiy natija chiqib qolsa, parlamentda 300 necha odam yig'ilib o'tirib, "Ma qonun bo'lmabdi, ikkinchi bir qonunni chiqarishimiz kerak" desa, chiqarib atalaydi, shundaqmi? Bultur to'g'ri bo'lgan ish bu yil bir qonun chiqsa xato bo'ladi bu. Bu yil xato bo'lgan ish kelaydi yili to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo islomda 1400 yildan beri bu qonun şu bekinma holati turug'liq, buningdan salbiy natija chiqib qolgan ahvol yo'q. Islom qonuni, islom adab axloq o'lchimi tarixdan beri qonunshunoslarning, adabshunoslarningki diqqat e'tiborini chekib kelgan bir qonun, diqqat e'tiborini chekib kelgan bir axloq o'lchimi. Yana shu darsni tayyorlash jarayonida Aristo degan faylasufningki xotirasini o'qib qoldim. Aristo debdi, men axloqning asosliq o'lchamlarini Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammaddan o'rgandim debdi. Bir yozma xotirasida axloqning asosliq o'lchamlarini hozir axloq babida so'z bo'lsa Aristo chiqadi ekan. Aristo degan bu faylasuf men nimadan o'rgangan degan nimani bir yerda yozib naql qilib qo'yapti. Bu oyliq tarixiy jihatlardan to'g'rimi xatomi men bilmayman. Har holda islom qonuni, islom adab axloq o'lchimi dunyodagi adabshunoslarningki, qonunshunoslarningki diqqat e'tiborini chekkan va tajribadan o'tgan axloq o'lchimi. Endi bularga bir axloq o'lchimi bor endi mavlada, mayli xristian bo'lsin, mayli konfutsiy bo'lsin, mayli yahudi bo'lsin, mayli xristian bo'lsin, mayli qanday dinda bo'lishdan qat'iy nazar, hatto o'shalikqa ayollar erlarga ibodat qildiganlarni bir xilliqqa halol harom qarashi va haroq ichmaydi, qimo o'ynamaydi. Ashtoq bir go'zal axloqlar bor shularningmi. Ammo kimning belgisi? Xitoy kommunistlarining belgisi. Bular ishonganning hech qaysiga ishonmaydi, shundaqmi? Bular asosiy yanjuquga, pulga ishonadi. Bay degandek o'zining havoyi havasini o'zininki dini qilib olgan. Bularda axloq qarashi deydigan narsa asla yo'q. Men hammani de kommunistlarning axloqsizligi ne so'zlab kelsak, gap uzra ketadi, leksiya buga yetmaydi, bu yezib tugatolmaydigan darajada doirasi pek keng bu kommunistlarning axloqsizligi. Men ikki axloqsizlik nimesini, kommunistlarning axloqsizligini qo'shib qo'ydim. Biri, kommunistlar Rabbini tunimaydi. Mayli kommunist bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, mayli xristian bo'lsin, hammani kim yaratdi? Alloh yaratdi. Yo'lda sizlar mangdigan yo'lda ikki tal tizek bikaga chiqib qolmaydi u. Ikki tal tizekni ko'rsanglar cho'qim ya bu yerdan ot o'tgan yoki eshak o'tganda bilasiz, shundaqmi? Bikadan bika ikki tal tizek bu yerga chiqib qolmaydi. Mushunchilik bir aqli prinsipga uyg'un bo'lmagan shaklda kommunistlar nima deydi? Dunyoning hammasi o'ch bo'lib qolgan, odamning hammasi o'ch bo'lib qolgan, shaylarning hammasi o'ch bo'lib qolgan, o'zi taraqqiy qilib qolgan. Bir tok, uy qurilish degandek narsalar o'zi taraqqiy qilib qolmaydi ekan. Uni bir necha professor o'ltirib, uningki xayrisini sizib, tadqiqotini elib berib, eningdekin taraqqiy qildi ekan. Biz ishlatadigan telefonmi? Buningdan 25 yil, 20 yilligimda bir g'ot ilqi. Nima deymiz? Cho'riydigan bir telefonlar bo'tdi. O'sha telefon sohasida ishlaydiganlar tadqiqot olib berib, uni qilib beqish orqali, buni qilib beqish orqali bir plan bilan, loyiha bilan, strategiya bilan shunda taraqqiy qildi, shundami?
Qandaqsiga bu dünya bu derecede insanınki yaşışıga kolay paylanışıga muvafiq bunda özü terakki qilib qala. Bu aqldan o'tmaydigan bir felsefe. Ular mush felsefeni özünki havayı havasiga ergişip şu felsefeni özünün dini qilgan. Biri bu Rabbini tunimaydi. Bu çoğ ahlaksızlık. Rabbini tunimaslik dünyadaki en çoğ ahlaksızlık. Anasını tunumasa bir adam bir bala kelib bir şey qo'yib etsek, dadasini tunumasa uni aqlliq bal demsizlar. Mesela sizin biresinglar 5 gün ota-onangdan ajrab ketib, ayrım yaşab, anangni dadangni tunug'unmasangiz sizni aqlliq hisoblamsizlar? Yo'q. Axloqli hisoblamsizlar? Yo'q. Ota-onasiga tanıgan, onasiga tanıgan, dadasiga tanıgan yoshlarni nima deymiz? Axloqsiz deymiz, nima? Bu komünistler özünün Rabbini tanımagan, Rabbiga tanıgan. Bu ahlaksızlık. İkincisi, baydap ötkendek adamlar iki putluq, iki gözlük, iki kulaklık o'xshash fiziologik qurulma bilan yaratılganı bilen, onun psixologik alayligi bir-biriga o'xshamaydi. Undaq bo'lgandan ular insonlar degan bir-biri bilan to'plashib yashagandan bularninki arasidagi muomalani radga selish uchun bir qonun kerak, hamma e'tirof qiladigan, hurmatlaydigan bir qonun kerak dedi shundami? Nemishqa birisi birininki haqqiga tajovuz qilmasin, birisi birisini buza qilib qo'ymasin deb qonunni tuzgan shundaqmi? Qonun odamlarninki haq huquqini qo'g'daydi. Hatta Avrupa'nın bazı devletlerinde qo'shningiz yeşil sırda sırlagan bolsa yoki qizil sırda uyning sirtini sırlagan bolsa, siz bu sirni yoqtirmasangiz, nima qilish haqqingiz bor? Men mani yoqtirmagandim, ya shu ko'zimga ko'ransalam ya qon kelib qoldi yoki kayfiyatim buzilib qoladi desa, qonun shunga aralasha oladi. Masalan, siz İçap iş qilmaysiz, odamning diqqatini chekadigan, kuzga sig'maydigan ishni qilmaysiz, marayında yashab olsangiz, ma'qul yashaysiz deydi. Masalan, bir yerdan Xitoyga o'xshash, Shvetsiyadan bir yerdan yayilib villa rayonidan 5 qavat uy solaman yashaydi desang, unamda unumaydi demishqa, qo'shningizning hammasidan 2 qavatdan siz 5 qavat silib olsangiz, tüpüstin qo'shningizningki oshxonasini ko'rib qolasiz, bu yerda 5 qavat sog'ilib bo'lmaydi, 5 qavat soldigan yerga berib sening, bu yerda o'tirib olsangiz, qo'shningizning haqqiga hurmat qilib 2 qavat sab mushtadan tang barobar o'tirsiz deydi. Yo'ldan bir 1 metr beg'imni chiqarib olay desang, unamda unumaydi. Nimishqa deganda qo'shning haqqi bor, bu yerda sen bu yo'lni egallab olsang, qo'shningga siqinish qiladi deb qo'shnining haqqini qonunmi qo'g'daydi, har qanday din qo'g'daydi. Ammo kommunistlarda bu qo'shnilarning haqqini qo'g'dash axloq bormi? Yo'q. Bular doim kengaymichilik qiladi. Hele Şizangni besib olgan, hele Ishkir Mo'ng'ulni besib olgan, hele Sharq Turkistonni besib olgan. Hozirmi hele qurol bilan besib olinmaganlik uchun hozir sanoat bilan, fan texnika bilan besib olishga tirishyapti Xitoylar. Shunaqmi? Doim kengayishni xohlaydi. Endi biz mushu axloq o'lchamininki dünyada birdek bo'lishi, o'zgarmas, sabit bo'lishi dunyo tinchligiga zich munosabatli deydi, shundaqmi? Agar Xitoyda mana shu qo'shnidochilik axloqiga hurmat qilishdan iborat bir axloq bo'lgan bo'lsa, adab. Hozir biz bu yerga musofir bo'lib qolamdik. Bo'lmaydik. Xitoy bilan so'qishamdik bakaga biz. Xitoy bizning zaminimizga chiqib olmay, bizni besib olmay, biz Sharq Turkiston bilan Xitoyning qo'shnidochilik adab axloqiga rioya qilgan bo'lsa, albatta biz ularga choy sunib, ofat yuz bersa, ta'minot avatib, u yerda izilgan Xitoylar bo'lsa, siyosiy panohlik berib vaqtliq ularga g'amxo'rlik qilatdik. Hozir millatlar, Xitoy millati bilan Uyg'ur millati dushmanlashib ketdi, shundaqmi? Sharq Turkistonning dushmani Xitoy, Xitoyning dushmani Sharq Turkiston bo'lib qoldi hozir. Bu yerdagi bu rayondagi urush nimadan chiqib qolgan, bu yerdagi tinchsizlik nimadan chiqib qolgan?
Xitoyninki o'sha qo'shnidochilik axloqiga rioya qilmaslikdan chiqib qolgan. Agar Xitoy qo'shnidochilik axloqiga rioya qilgan bo'lsa, bu urush bu yerdan chiqmaydi. Ammo Xitoylar buni axloq huqumiga bog'lamay boshqa bir shaklda sharhlaydi. Bizning deb yaqinlarni Xitoylar nima deb sharhlaydi? Xitoy bilan Sharq Turkiston bilan Xitoyning orlig'idagi nizo, urush, so'g'uqchilik, parakandichilikni Xitoy nimaga bog'laydi? Qaysinglar deb baqsa yoshlardan? Nihat siz deb yaqin Xitoylar nimaga bog'lab qo'yib tushuntirdim shuni? Ha? Qizlardan ha, Uyg'urlar terrorist. Uyg'urlar degan ash besivasaq jim yetib beg'ilmaydi. Yerni tatib olsaq beg'ilmaydi, mening deb turib oladi. Deb yana qo'shnidochilik axloqiga hurmat qilmay, rioya qilmay bizning zaminimizga kirib olib turib, biz endi bizni besivaldan chiqib ketsang, ular desa ko'ngli bek inchik ularni dexe. Bular terrorist. Bizni besivasaq jim yetib bermay, sen chiqib ket deb turib oladi, deb ko'ngli bek inchik texolni uchun bizni terrorist deb oyoq bog'lab qo'ydi. Vaholanki ishning oshqislik sababi nada desa, bu kommunistlarning axloqsizligiga berib taqiladi. İslamda axloq hukumining mohiyati. Hamda baya Shivist sistemda axloqni shunda tushuntirib deylik, axloq degan bir narsaningki insonninki stilini yurish turishidagi ahvollarni to'g'ri xato deb belgilab beradigan bir tuzumdan iborat deb tushuntiribdi. Hamda islomda axloq hukmi nima? Biz bir musulmon bo'la sifatimiz bilan bizdagi axloqni qanday deb tushunamiz biz? İslam e'tiqodi bo'yicha elib aytganda axloq insonning yurish turishi va bir butun stilini Alloh belgilagan to'g'ri xato o'lchimi. Mesela Allah Qur'oni Karimda hadis orqali bu xato, bu to'g'ri deb to'g'ri xatoning o'lchimini bizga Alloh belgilab berdi. Ammo biz o'zimizcha bir narsani xato yo to'g'ri demaymiz. Yeni bir diqqat qilgan bir şey var. Bizmi ba'zi narsalarni to'g'ri yoki xato deb belgilash haqqimiz mi bor?